Assalomu alaykum. Alaykum, chakkamizda sağ. Allohga shukr, yaxshi, rahmat. Husinboy ota, yaxshimisiz? Sog'omonmisiz? Siz yaxshimi? Yomon emas. Avvalambor bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik, shodonalik kuningiz, Allohimga banda, payg'ambarimizga chin ummat bo'lgan kuningiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat, assalomu alaykum. Minnatdormiz. Ayni daqiqalarda biz sizni Telegram ijtimoiy tarmoqlardagi Dildagi izhorlarim radio loyihasidan bezovta qilyapmiz. Shu loyiha boshlovchisi bo'laman. Ilohim umringiz uzoq, sihat salomatligingiz mustahkam, tani joningiz doimo sog'omon bo'lsin otajon. Rahmat. Otajon, bugungi fayzli kunlaringizni chiroyli tarzda o'tkazish maqsadida bizning loyihamizga juda ham mehrga lim'olim bo'lgan tabrik nomalari-yu dil so'zlari yetib kelgan ekan. Aynan sizning vakillaringiz tomonidan nima deb o'ylaysiz? Qaysi mehriboningiz bizga murojaat etgan bo'lishlari mumkin? Ben kızarmam köp, oğlamam köp. Albatta, har birlari uchun juda qadrlisiz. Qizaloqlaringiz orasidan. Şu katta kızım var. İsimlerini ayta olasizmi? Salomat. Xo'p, keling otajon, sizga o'zim yordam beraman. Rahmat. Katta qizingiz emas, sizni ko'p qiynamaymiz. Diqqat qilasiz. Mehribon qizingiz Sharofat opa nomlaridan qabul qilar ekansiz. Mana shunday chiroyli tabrik so'zlarini va o'g'illaringiz Mansurbek aka, Umirbek aka, qizlaringiz Salomat opa, Adolat opa, Inobatxon, Layloxon, Oltinon, Husniyaxonlar, kelinlaringiz Sanoqir opa, Nilufar opa va barcha yaqinlaringiz, nevara, evara, chevaralaringiz nomlaridan ham qabul qilar ekansiz. Rahmat. Minnatdormiz. Siz uchun g'oyatda ajoyib bo'lgan tabrik so'zi yo'llab qo'ygan ekanlar. 5 daqiqa vaqtingizni olib siz tomon yo'llangan tabrik maktubini qizalog'ingiz nomlaridan o'qib eshittirsam ijozat berasizmi? Rahmat. Vallah. Tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Qadri baland, qadridan qaddi baland, mehribonlar ichida eng mehribonim otajonim, g'ururim, suyangan tog'im, ko'zlarim nuri, qalbimiz quvonchi, xonadonimiz fayzi, uyimiz ustuni bo'lgan padari buzrukvorim aziz otajonim. Bugun sizning hayotingizdagi eng sharafli va barakali sanalardan biri. Bu muborak yosh sabr, donishmandlik, mehnat, mehr va fidoyilik bilan bezalgan ulug' umr yo'lining oltin sahifasidir. Sizga yaratgandan uzoq umr, mustahkam sog'lik, qalb osoyishtaligi va doimo quvonchlarga to'la kunlar tilayman. Har tongingiz shukronalik bilan o'tsin. Har kuningiz farzandlar ehtiromi va nabiralar quvonchi bilan bezansin. Dunyodagi eng chiroyli tilaklar, eng pok duolar aynan siz uchun bo'lsin otajon. Siz bizga hayot berdingiz, tarbiya berdingiz, yo'l ko'rsatdingiz. Har bir qilgan mehnatingiz ortida bizning baxtimiz borligini ulg'aygan sari chuqurroq anglayapmiz. Sizning mehringiz, sabringiz va oqilona nasihatlaringiz biz uchun umrboqiy xazina. Siz bizning faxrimiz, tayanchimiz, duoyimiz ijobat bo'lishiga sabab bo'ladigan eng aziz insonimizsiz. Otajon, borligingiz biz uchun eng katta ne'mat. Alloh sizni asrasin, umr yo'lingizni nurli qilsin. Qalbingizni doimo shodlik bilan to'ldirsin. Gohida bilib bilmay ko'nglingizni ranjitgan bo'lsam, meni kechiring otajon. Otajonim, sizga qancha ta'rif bersam ham kam. Dunyo turguncha turing ilohim. Yuzlarini silagan chuqur ajinlar. Yurakka g'am alam solmoqda yillar. Ishoning keladi ajib bir kunlar. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Kaftlar orasidan suzar duolar. Quyosh yuzingizdan kulib nur olar, parilar yo'lingizga payondoz solar. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Dunyo o'yin ekan, buni kech bildim. Behuda erkalab dilingiz tildim, farzand bo'lib sizga ayting ne qildim.
Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Hayot sochingizni qorga beladi. Umr shafqat qilmas zumda eladi. Qizingiz so'zisiz albat qiladi. Dada sizga jannat sovg'a qilaman. Deya mana shunday chiroyli tabrik maktubi yakunlangan ekan. Ayni daqiqalar siz bilan suhbatimiz yozib olinmoqda otajon. Sizni ham farzandlaringizga aytar so'zlaringiz bo'lsa, bir necha daqiqalardan so'ngra xursand bo'ladilar inshaalloh. Rahmat kızım, rahmat. Şu ne ayında, Roza ayında yine yaksalar, yaksı günlerinde işlerinize muvaffakiyet diyemem. Hemen sağ selametlik. Teşekkür. Şu Kudayımsız acayip yaşayıp, işlep, bağlarının aktığını, rakatlarını görün. Şimdi bir acayip türleri görün. Yurtumuz tunç olsun. Ama Aytganingiz osmonimiz musaffo olsun. Yaxshi kızım, rahmat. Şu tebrikledin, yetiştirdin şu beni. Teşekkür deymiz otajon. Mehr to'la ko'zingizdan nur. Allohim qalbingizdan huzur. Shirin zaboningizdan hech qachon tabassumlaringiz arimasin. Doimo sog' salomat bo'ling. Barcha yaqinlaringiz baxtiga omon bo'ling. Yana bir bora tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin otajon. Rahmat, rahmat. Sağ olun. Teşekkür.